4 milyon 600 shu atrofda chiqadi aka. Pullari 3 milyon 70 mingdan chiqadi aka. Metallar hammasi. Metan hamma narsasi bor aka. 4 milyon 100, 4 milyon atrofga chiqarib beraman. 3 milyon 100 mingdan chiqadi aka. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana ichlarini ham ochib, mana chi pul sanayman deganlar necha pul? Mana hidi bilan turibdi aka mashina. Naqd olaman deganlar. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar Ruslan Uz kanalini tomosha qilyapsizlar. Ruslan Uz kanalida aziz do'stlar, Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrida joylashgan avtokreditlarning narxini yoritib berishga harakat qilamiz deb turibmiz. Mana oldindan chiqarganmiz Abbos akani avtokreditlarini arzondan ham bor, qimmatdan ham bor, hammasidan ham bor. Manzilda aytayotgan bo'lsak, xo'p, mana bu tomondan ko'rib turganlarda yer qo'rg'ondan kelishga, mana chap qo'l tomonga mana avtosalon deb yozib qo'yibdi. Xo'p, bu tomoni G'uzor tomonidan kelishga mana mashina bozor, ana aka hayla mashina bozordan o'tgandan keyin, xo'p, shunday kelavergandan keyin mana yangi dom qurilyapti. Yangi domda to'g'risi avtosalon. Ekranga telefon nomer qoldiramiz aziz do'stlar. Telefon nomeri orqali lokatsiya tashlang desalaringiz, lokatsiya tashlab berishadi. Bemalol kelib mashinalarni xarid qilib ketishlaringiz mumkin, naqdga, kreditga olib ketishlaringiz mumkin. Xohlagan mashinalaringizni kelib o'zlaringiz tekshira olasizlar. Mana Abbos akam kutib turibdi. Hozir Abbos aka bilan birgalikda narxlarni qisqa va lo'nda qilib yoritib berishga harakat qilamiz. Kamchilik qolib ketgan bo'lsa, albatta uzr so'rab qolamiz. Mana Abbos akamiz boshlaydi hozir nasib bo'lsa. Assalomu alaykum yana bir. Assalomu alaykum aziz hamyurtlar. Abbos aka nima yangilik qilib berasiz bugunga? Endi akajon qo'ldan kelgancha mashinalarni olib keldik. Arzoni ham bor, qimmati ham bor. Dehqondan olishni o'zi azob bo'lyapti aka. Mashinalarni salgina endi tarif sezonlik uchun ozroq podyon bergan, xafa bo'lmaysizlar lekin. Qo'ldan kelgancha harakat qilamiz aka. Mana arzonroq Gentramiz bor, zavodskiy metan aka. Ko'rishingiz mumkin, keling. Arzonlardan ko'rsatsak, keyin qimmatdan, pachkalardan ham ko'rsatamiz aziz do'stlar. 2021 zavodskiy metan kraskasi toza aka. Buni akajon 4 milyon 8 milyon pullariga 4 milyon 600 shu atrofda chiqadi aka. Oylik to'lov 8 milyon so'm pullariga qilib beraman. Bosh to'lov 8 milyon. 8 milyon so'mga olib ketaverasiz. Hamma dokument, nomer, hamma. Nomer, notaris, gaz, hamma sug'urta, hammasi ichi aka. Mana ko'rishingiz mumkin. Ichini ham, mashina yurgani 90 ming yurgan, chexol, polik, hamma narsasi qilingan aka. Zavodskiy metan aka. Oylik to'lovlar. 21 ga 21 aka. Kraskasi toza deysiz? Kraskasi toza aka. Bundan tashqari aka mana Kobaltimiz bor aka. Mexanika Kobalt. Gapingiz bo'laman. 20 million to'lasa, oylik to'lov kamayib ketsa kerak, ha? 20 million pullarga 4 milyon 100, 4 milyon atrofga chiqarib beraman. 4 million. Qancha bosh to'lov ko'proq bo'lsa, shunday. Mana bu Kobalt aka, mana. Kobalt mana. Bu Kobalt mexanika 2020-yilga ishlab chiqarilgan. 10 million so'm pulga chiqarib beraman, 4 milliondan aka. 10 million so'mga olib ketasiz. Baqa ishlab keyin bosib. Mexanika Kobalt 4 million so'm, 4 milliondan oylik to'lov chiqadi aka. Bosh to'lov 10 million so'mga aka. Mexanika Kobalt, ABS, kondisioner, 4 ta yangi balon ko'rishingiz mumkin aka. Balonlar, xarajati yo'q faqat aka. Chexol, poliklari bor, ko'rishingiz mumkin. Kraskalar ham toza turibdimi? Mana aka. Kraskalar ham chaqa-chuqa bekta joylari bor, aytib sotamiz aka. Kelib tekshirib olaverasizlar do'stlar. Shunday. 96 ming yurgan aka mashina. Bo'lmasa chorga egalik qilib ketadi. Shunday. Ha, do'stlar metallari bor ekan. Motor hadoylari zo'r. Qancha yurgandingiz? 96 ming yurgan. Gentralarimiz bor 22 aka. Gentra. 10 millionga chiqarib beraman aka. 10 million so'm pulga. 10 millionga chiqarib beraman. 10 millionga mashina beraychi dedim, bu degan buni olding paytda. 10 millionga. Yo'q akajon. Yo'q, men sizda 1-2 hafta to'g'ri mashina chiqarmadingiz. 1-2 hafta aka o'rta sal zaderishka bo'ldi. Mashinamiz arzon mashinamiz yo'qligi uchun chaqira olmadik. Uzr avvalambor har hafta qo'yardik. Qo'ldan kelgancha. Damazlarimiz ham bor ekan. Damazlar ham aytib o'tamiz. Damazlar aka 2023-yilda ishlab chiqarilgan Damas. To'g'ri, oldin salgina arzon pulga chiqardi. Bu 2023 9 million pulga 3 million 70 mingdan chiqadi aka. 3 million 70 ming oylik to'lovi, bosh to'lovi 9 million. 9 million pullariga 3 million 70 mingdan chiqadi aka. Metallar hammasi. Metan hamma narsasi bor aka. Mana bu akajon 2025
aka mana. Mana pachka bor. Pachka. Buni akajon 100 million deyapman, pachka. 99 millionga beraman aka. Salondan 101 millionga olyapsiz aka. 99 million, 2 million skidka aka sizlar. Shunday. Buni kreditga olsa qancha qilib berasiz? Kreditga olsalar akajon ko'ramiz aka. 99 mi, 98 mi kelishtirib beraman aka. Ya bosh to'lov qancha bo'ladi? Bosh to'lov 19-20 million atrofida chiqadi aka. 19-20 millionga olasiz aka. Bosaverasiz, oylik to'lov ham chiqsa 3 million chiqadi. 2 million. 3 million 100, 3 million 200 atrofida chiqadi aka. Shunday. Mana bu 24 pachka aka. Mana 24 so'ragan. 24 pachka, metallari bor, 900 kilometr yurgan halol. Ko'rishingiz mumkin aka. Buni akajon 16 million pullarga chiqarib beraman. 16 million. 16 millionga chiqarib beraman. 3 million 100 mingdan chiqadi aka. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana ichlarini ham ochib mana pul sanaman deganlar necha pul? Mana hidi bilan turibdi aka mashin. Naqd olaman deganlar. Naqd olaman deganga 96 millionga beraman. 96. Pachka aka. 900 kilometr yurgan, mana metallarni video tushirishingiz mumkin. Yo'q, yolg'on gapiribdi degan gapdan ko'ra ko'rinyapti. Ha, metallari ham bor aka. 24 900 kilometr yurgan aka. Olgandan keyin metan qo'yayotganman, o'qilayotganman degan gap yo'q. Mana metallar qo'yilgan, tayyor turibdi. Xo'p. Keyin Nexia 3'imiz bor, avtomat ko'pgina odamlar so'rashyapti aka. 20 avtomat aka. Mana aka. Nexia 3'lar to'poldan. Ha. 20 Nexia 3 avtomat aka. Buni 16 million pulga chiqarib beramiz aka. 16 million. Ko'p borsa 20 millionga chiqyapti mashina. Yo'q, 16 millionga chiqarib beraman. Ko'rishingiz mumkin. Ishlarni ham, holatini ham. Mashinalar ko'p borsa 20 millionga baho qo'yapti. Hozir bu 16 millionga. 16 millionga chiqadi aka. 16 millionga 4 million 50 ming atrofida chiqadi aka. Bosh to'lov. 5 yilga chiqadi aka. Aytib o'tganimizda qancha metallari bor aka. Mana bemalol metallarni ham ko'rishingiz mumkin aka. Metal, mana chexollarni ham qo'yib. Chexollar yangi chexol qo'yilmagan. Bonusga kim olsa taylab beraman. Ha. Naql qilsa bosasida kelib, Fazilda aytibdi, Qarshi shahri, mashina bozoridan o'tgandan keyin Kia bilan yangi domda ro'parasi, yangi dom qurilyapti. Agar mexanika olaman deganlar aka, 10 million so'mga chiqarib beraman aka. 10 million. 10 million so'mga chiqarib beraman. 10 million so'm pulga nomer, notarsga sug'urta 3 million 600 mingdan chiqadi aka. 3 million 600. 3 million 600 ming so'm aka. Arzon mashinalarimiz shulardan iborat aka. Qo'ldan kelgancha harakat qilaylik. Mashinalarni yig'ish o'zi oson bo'lmadi aka. Mashinalarni kelib tekshirib olaverasiz. Ha, kraskalarni bemalol tekshirib olaverasizlar aka. Nexia 3, Damas, Cobalt, Gentra mashinalarimiz bor. Qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Undan sal arzonroq ham qilib beramiz. Bonusga har bir mashinamizga chexol, polik qilib beramiz. Gapimiz bor. Yangi mashinalardanchi, yangi mashinalardan aka Gentramiz bor aka, 22. 22 aka. 16 million pulga chiqarib beraman aka. 22 avtomat, blokli Gentra, ABS, konditsioner, hamma narsasi bor aka. 26 dedingizmi, 16? 16 million, 16 million so'mga mana ko'rib turganlaringizdek qora Gentra eng oxirgi chiqqan, luksiz luk bor. Luklari bor aka, bemalol ko'rishingiz mumkin aka. Avtomat korobka. Kelib harf ketaverasizlar. 16 million qancha? Tan narxi. Tan narxi 175 deyapman aka. 168 ga beraman aka. 168 ga akajon, ko'raveringlar. Ko'p mashinalarni tan narxini aytmay ketdidan ularni telefon qilib so'rashadi agar. Bularchi bu qanday? Bular akajon mexanika Gentra zavodskoy metan 2020-yil 18 million pullarga 4 million 300 mingdan chiqarib beraman aka. 4 million 300 ming. 4 million 800 ming so'm. 18 million pulga 4 million 300 ming so'm chiqarib beraman. 18 million pulni o'zi akajon. Zavodskoy metan ko'rishingiz mumkin. Mana ko'rsing. Zavodskoy metanimiz ikkita bor. Bitta 2020 bor, bitta 2021 bor aka. Ko'rib olasiz, qaysi ma'qul kelsa. Tan narxi qancha chiqadi? Tan narxi akajon 130 million. 130 million. Agar kelishtirib berasiz, 1,5 millionga qarab o'tmaymiz. Naq bo'ladigan bo'lsa, kelishtirib ham beramiz. Endi kelishtirib beramiz, qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Arzonroq qilib beramiz. Nima bo'lgan taqdirda ham endi aytilishi bo'lyapti akajon. 1,5 millionga qarab turmaymiz. O'tib beramiz bo'ladigan bo'lsa akajon. Mashinalarimiz juda ko'p. Agar aytamiz desa akajon, yana 1 soat, yarim soat aylanishga to'g'ri keladi aka. Kino olishga to'g'ri keladi. Ha.
Mashina 40 tadan ziyod mashinamiz bor. Aziz do'stlar, Marhamat. Kelaveringlar. Yugurganiki emas, buyurganniki 12 ta viloyatga qilib beramiz aka. U boshqa viloyatdan ekansiz, siz boshqa yurtdan ekansiz degan gap yo'q. Qo'ldan kelgancha qilib beramiz. Bitta pasport evaziga любой mashina qilib beramiz. Yashang. Akajon, kelgani uchun rahmat. Kutib qolamiz. Xayrlashmaymiz. Ko'rishguncha. Lunda bo'ldi aziz do'stlar. Qandaydir ma'lumotlar qolib ketgan bo'lsa, telefon nomerlarini bekordan-bekor qo'yib qo'ymaymiz video boshidan oxirigacha. Telefon qilib kelaverasizlar. Mana